Nexia bir ideal holatdagidan akalar. Ko'rib holatiga baho berib qo'yasizlar. 1.5 dons motorda. Holati ideal, gidravlika, rul, akkumulyatorlari ham yaxshi holatda turibdi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Motor hadovoyda umuman shu ekan, qilib qo'yilgan ekan. Metalldan ustunovka qilingan. Aytgancha mashinamiz yana pasatka qilingan ekan. Zamejniy pasatka. O'zlari uchun qilishgan ekan. Balon holatlari ideal, yumshoq balonlar qo'shgan ekan. Salonlari apshkalar bo'ldi. Apshkalar yaxshi holatda turibdi. Polik, chexol, plastik bar, plastik rol. Maytofonlar ham qo'yilgan. Probegimiz 264 ming ekan. Salonlar akkuratni ekan. Mana pasatkalar ekan. Bagaj qanday ochiladi? Meni qo'limga ochiladi, atpichatkasi. Aha. Bagaj atpichatkalar ekan. Lekin bagaj holatlari taniq ekan. Arqadan ko'rinishlari akalar. Nari keladigan bo'lsa, aka narxi nech bo'lyapsiz? 3700 dan o'tib beriladi akalar. Kraskasi 20% midi? 20% ekan kraskasi akalar. Yana aloqaga chiqarasizlar, pastda nomerlar qoldirib ketaman.